Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Men hozirgina san'at va madaniyat va adabiyot sohasida bir qator imtiyoz va imkoniyatlar taqdim etilganligini ko'rdim. Ana endi adolat qaror topdi deb o'ylayman. Chunki nimaga deganda, soliqqa tortishdan oldin boshqa joy ham joy-joyda bo'lishi kerak. Boshqa joyi qayer desa, davlat tashkilotlari yoki boshqa bayramlarda misol uchun madaniyatda yoki san'at xodimi chaqirilsa, ularga pul berish jarayoni bo'lishi kerak yoki mana bunday imtiyozlar yoki imkoniyatlar jarayoni. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Men o'ylaymanki, endi bundan buyog'iga san'atimiz, madaniyatimiz, kinoyimiz rivojlanadi va ezgulik bilan yo'lni o'zgartirishga bo'lgan fikrlar nihoyatda birlashuv nuqtasiga yetib keladi deb o'ylayman. Xayr, sog'-salomat bo'lasizlar. Izlanishdan, o'rganishdan va odamlarni ilhomlantirish, ruhlantirishdan, odamlarni ongini ochish va yaxshi asarlarni odamlarga tuhfa etishdan charchamanglar, kasbdoshlar. Chunki men nimaga bu haqda gapiryapman? Meni eng qiziqqan bu soham san'at, madaniyat, adabiyot sohasi. Shuning uchun bu jarayonda men judayam bir xursand bo'ldim.